Javohir Ilyasovich. Javohir Ilyasovich, kesillar. Qani, menga bering. Bering. Nima qilganingiz bu? Qarashib olaman. Qani? Bilasizmi? Men sizni eng yaxshi, eng zo'r hisobchi deb bilaman. Agar respublikada hisobchilar o'rtasida musobaqa bo'lsa, siz aniq chempion bo'lasiz. Endi boshliqdan pul so'ramagan xodim eng yaxshi xodim deyishadi-yu. To'ppa-to'g'ri. Abduhay Muhdinovich, yashang. Albatta bu hazil. Xo'sh, rahbariyat bilan kelishgan holda keyingi oydan boshlab sizlarning oyliginglarni ko'taradigan bo'ldik. Abduhay Muhdinovich, bilasizmi? Oylikni ko'tarish haqidagi fikringiz butun jamoani kayfiyatini ko'tarib yubordi. Lekin sizga buni daxli yo'q bu. Siz sinov muddatidasiz. To'ppa-to'g'ri. Lekin sizga buni san aytib qo'yishim kerakki, siz men ko'rgan bo'lim boshliqlarining ichida eng zo'risiz. Agar respublika bo'yicha bo'lim boshliqlari o'rtasida chempionat bo'lsa, aniqki siz birinchilik qo'lga kiritasiz. Hey. Sog' bo'ling, Baxtiyor Nurdinovich, sog' bo'ling. Rahmat, lekin men aksirmadimmi? Yo'taldim. Nega mazingiz yo'qmi? Yo'q, hammasi joyida. Siz ish vaqtida nima qilib turibsiz bu yerda? Sizni kutib turgandim. Endi oldingizdan yurish bizning haddimiz emas. Orqangizdan yuramiz-da, orqangizdan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Abdulhay Muhdinovich, bu kishi kim? Bu kishi sinov muddatiga kelgan yangi xodim. 3 kun bo'ldi. Bu kishim juda tez ko'tariladiganga o'xshaydi. Bo'lmasa bu kishiga 1 oylik o'rtacha ish haqqini berib, keyin tezda kuzatib qo'yinglar. Xo'p bo'ladi. Nega Baxtiyor Nurdinovich? Chunki bizning kompaniyamizda laganbardorlik degan ish o'rni yo'q-da. To'g'rimi? To'g'ri. Tushundinglarmi? Ha. Xonaga chiqarsiz. Javohir Ilyasovich.